Ko'pchilik uyqu faqatgina dam olish uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida esa uyqu bu sizning tanangizdagi eng kuchli gormonal tiklanish davri. Ayniqsa uyqu vaqti kechga qolsa, bu faqat charchoq emas, balki butun gormonlaringizdagi muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin. Keling shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu melatonin va kortizol. Melatonin bu uyqu uchun eng kerakli gormon bo'lib, eng ko'p miqdori kechasi ishlab chiqariladi va uxlashga yordam beradi. Kortizol esa aksincha stress gormoni bo'lib, ertalab 4-5 dan boshlab o'zining eng yuqori darajasiga chiqadi. Bizga buni nima keragi bor deysizmi? Aynan ertalab kortizol gormoni yuqori bo'lgani uchun ham biz uyg'onamiz. Ammo agar siz kechasi uxlamasangiz yoki telefon ekraniga ko'p qaraydigan bo'lsangiz, ko'zga tushayotgan yorug'lik melatonin gormonini ishlab chiqarishini sekinlashtirib qo'yadi va bu vaqtda kortizol haddan tashqari yuqori bo'lib qoladi. Bu o'z-o'zidan har bir insonda bo'ladigan sirkad ritmlarining buzilishiga va natijada uyquga ketish qiyinlashishiga, uyqu chuqur bo'lmasligiga, ertalab uyg'onganingizda esa xuddiki dam olmay charchab uyg'onishingizga olib keladi. Prolaktin normada uyqu vaqtida, ya'ni kechasi taxminan 1 dan 5 gacha bo'lgan vaqt orasida prolaktin ishlab chiqariladi. Kech uxlash esa prolaktin ishlab chiqarilishini ham surilishiga va nafaqat kechasi, balki kun davomida ham prolaktin miqdorini baland bo'lib yurishiga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida bir qancha nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Masalan, erkaklarda testosteron miqdorining pasayishiga, ayollarda esa estrogen va progesteron miqdorlariga ta'sir qilib, hayz davri buzilishi, reproduktiv hujayralar sifati pasayishiga va hattoki bepishlikkacha olib kelishi mumkin. Energiya va motivatsiya kamayib, kayfiyat yomonlashishiga sabab bo'ladi. O'sish gormoni chuqur uyqu vaqtida o'sish gormoni ishlab chiqariladi va bu o'z navbatida organizmda hujayralarning tiklanishi va regeneratsiyasi uchun zarur. Ammo kortizol yuqori bo'lsa, bu chuqur uyquga ketishimizga to'sqinlik qiladi va shuning uchun ham o'sish gormoni kam ishlab chiqadi. Natijada qarish tezlashadi, immunitet pasayadi va teri tiklanishi sekinlashadi. Grelin va leptin, ya'ni ochlik va to'qlik gormonlari. Ilmiy tadqiqotlarda aytilishicha, uyqu yetarli bo'lmasa, grelin, ya'ni ochlik gormoni ortadi va to'qlik hissini beruvchi gormon leptin esa qaytanga kamayadi. Bu degani grelin gormoni sababli ishtaha ochilib ketadi va bu ko'proq ovqat iste'mol qilishga olib keladi. Natijada ortiqcha vazn, qorin sohasida yog'lar yig'ilishi va eplab bo'lmaydigan ishtahaga ega bo'lasiz. Insulin uyqu yetishmovchiligi tananing insulin rezistentligini kuchaytiradi, ya'ni tananing insulinga sezgirligini yo'qotadi. Qondagi shakar miqdorini baland bo'lishiga va uzoq muddatda qandli diabetga chalinish xavfini oshiradi. Gormonlar bu sizning ichki orkestringiz. Har biri o'z vaqtida va birga ishlashi kerak. Ammo sizning kech uxlashingiz bu orkestr noto'g'ri vaqtda noto'g'ri musiqa chalishiga olib keladi. Har kuni uzog'i bilan 23:00 gacha uxlashni odat qiling. Bu sizning tanangiz uchun qilgan eng yaxshi sovg'angizdir. Siz bilan Med 36 jamoasi bo'ldi. Salomat bo'ling.